Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Kuninglar xayrli bo'lsin. Bugun bolalar o'rtasidagi yuvenil idiopatik artrit haqida biroz ma'lumot bermoqchiman. Bolalarimizda 2 hafta oldin shamollash, tomoq og'rig'i, tomoqdagi qizarish, gripp, o'tkazilgan grippdan so'ng 1 hafta, 2 hafta o'tib birdaniga bola ertalab turganda yura olmay qolishi mumkin. Bunda ko'p ota-onalar qo'rqadi va vahimaga tushadi. Vahimaga tushish kerak emas. O'sha o'tkazilgan infeksiyani bo'g'imlarga ta'sir natijasida yuvenil idiopatik artrit kelib chiqadi bolalar o'rtasida. Bu ko'proq 1-3 yoshdagi bolalar o'rtasida keng tarqalgan yoki 6-12 yoshda ham ko'p uchraydi bolalarda. Shuning uchun bunaqa holatda qo'rquvga tushmasdan pediatr va revmatologga murojaat qiling. Sog' bo'lishsin, salomat bo'linglar.